Nafsni poklash, tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar al-vajd martabasini o'qiyotgan edik. Bugun 4-darsimiz. Arximed hammomga kirib, ana shu hovuzdagi suvga kaftini shunday bosganida, hovuzni suvi uni kaftini yuqoriga qaytardi. Shunda Evrika deb qichqirib yubordi. Ya'ni topdim dedi. O'ylanib yurgan masalasini javobini topdi. Bu narsani izlab qidirib, mashaqqat chekib yurgan inson o'sha mashaqqatini, mushkulasini yechimini topganda o'sha Evrika deydi-da, mana keldi deydi, topdim deydi. Bir odam 20-30 yillab darsxonaga boradi, ilm talabida yuradi. Vaqtini sarflaydi, kuchini sarflaydi, pulini sarflaydi. El yurtning xizmatini qiladi, duo oladi, kitob o'qiydi, tilovat qiladi, imtihon qilinadi. Xullas, ilm talabida ancha mehnat mashaqqat chekadi. Endi agar mana shu 20 yillik, 30 yillik mehnat, ilm mehnatidan keyin mana shu mashaqqatli yo'lini oxirida Allohni topgan bo'lsa, bu odam hamma narsani topibdi. Chunki ana shu ilm o'qishlikdan maqsad Allohni topishidir, Allohni tanishidir va Allohga yaqin bo'lishlik bilan saodat shuurini his qilishidir. Al-vajd martabasiga yetishligida. Shuning uchun yo'lini oxirida Allohni topsa, bu odam hamma narsaga ega bo'ladi. Chunki duoda aytilganidek, ey Robbim, seni topgan odam nimani yo'qotibdi? Seni topmagan odam nimani topibdi? Al-vajd martabasidagi eng oliy nuqta al-vujud. Al-vajd bu saodatli shuurlar. İnsonni saodatli qiladigan his, tuyg'ular va shuurlar al-vajd martabasi deyiladi. Allohni topishlik. Har bitta narsada Allohni ko'rishingiz, Allohga yaqin his qilishingiz o'zingizni va Allohni sizga ham yaqin ekanligini his qilishingiz. Atrofda bo'layotgan voqea hodisalarning orqasida Alloh taoloning qudratini ko'rishligingiz. Alloh xohlaganini qiladigan zot ekanligini ko'rishingiz. Hikmat egasi ekanligini bilishingiz. Qarasangiz, bir odamga berdi dunyoda matohidan. Bittasiga bermadi. Bittasini aziz qildi, bittasini xor qildi. Bittasiga ikrom ko'rsatdi, ikkinchisiga yo'q. Hamma ishni Alloh taoloning o'ziga qaytishini topdingiz. Allohning iznisiz biror narsa bo'lmasligini tushundingiz. Allohni topdingiz. Siz hamma narsani topdingiz. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Qarang oyatning go'zalligini. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Unga tavakkal qiling, ibodat qiling. Deyishdan avval bizni qalbimizni xotirjam qilib aytayaptiki, ey banda, ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Hamma ish Allohga qaytadi. Shuni bil, shuni tushun, shuni top. Undan keyin ibodatingni qil, tavakkal qil, g'am qilma deyapti. Robbimiz bizni xotirjam qilib qo'yib turib, keyin ibodat qil deyapti. Shuni tushundingiz. Endi dunyodagi eng boy, eng baxtli xotirjam odam siz bo'lasiz. Chunki hamma ishning orqasida Alloh turar ekan. Hamma ishning ustida Allohning qo'li turar ekan. Allohning iznisiz hech narsa bo'lmas ekan. Shuni tushundingiz. Siz eng baxtli odamsiz. Chunki o't kuydirmadi Ibrohim alayhisalomni. Alloh olamadi. Pichoq kesmadi Ismoil alayhisalomni bo'g'zini. Chunki Alloh olamadi. Suv cho'ktirmadi Yunus alayhisalomni. Chunki Alloh olamadi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? Shuni tushundingizmi? Bilginki dedilar Rasululloh, butun ummat senga yomonlik qilamiz deb jamlanib turgan bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Shuni tushundingizmi? Kimdan qo'rqasiz? Agar butun ummat senga yaxshilik qilamiz deb jamlanib turgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha foydani berish olmaydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan ekanini bilsangiz, sizdan xotirjam, sizdan jur'atli, sizdan saodatli odam bo'lmaydi.
Agar siz al-vajd martabasiga yetgan bo'lsangiz, sizni saodatli qiladigan shuurlar, hislarni topgan bo'lsangiz, Allohni tanigan bo'lsangiz, Allohning har bitta ishining orqasida hikmat borligini bilasiz. Bitta bola otasini olib chiqib uryapti ko'chada. Odamlar tushunmayapti. Nimaga uradi? Siz bilasiz hikmatini. Chunki bu otaning o'zini bir qilgan ishi borki, bolasi uryapti. Nima uchun falonchi otasini izzat ikrom qilib boshiga qo'yib yuribdi? Uni ham bilasiz. Chunki bu ota o'zini otasini davrida hurmat izzatini joyiga qo'ygan edi. Nimaga mana odamda baraka bor? Nimaga mana odamda baraka yo'q? Buni ham tushunasiz. Chunki siz Allohni tanidingiz, Allohni topdingiz. Aytyapmiz-ku, 20 yil, 30 yil ilm yo'lida yurib, shu yo'lini oxirida Allohni tanigan odam dunyoda hamma narsani qo'lga kiritdi. Allohni tanigan, Allohni topgan odam hayotga qarashi o'zgaradi. O'lchov tushunchasi tuzaladi. Nima yaxshi-yu, nima yomonligini Allohning shariati bilan belgilaydigan bo'ladi. Haqiqiy foyda nima, haqiqiy zarar nima ekanligini aniq biladi, chunki Allohni topdi. Shuning uchun birodarlar, biz kitob o'qir ekanmiz, domlalarda oldida ilm o'qir ekanmiz, ma'ruzalar eshitar ekanmiz, mana shu ishimizni oxirida Allohni topishimiz kerak. Al-vajd, saodatli shuurlar. Mana shu martabaga qanday yetamiz? Mana 4 dars gaplashyapmiz. Xo'p, qanaqa qilib erishamiz? Ulamolar aytishadiki, al-vajdning 3 ta eshigi bor. Ko'rish, eshitish va tafakkur qilish. Mana shu 3 ta eshikdan inson al-vajd martabasiga yetib boradi. Eshitish. Astagfirullah. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma deydi Alloh taolo. Chunki quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Ya'ni qiyomat kunida eshitgan, ko'rgan, ishongan har bitta narsasi uchun inson javob beradi. Al-vajd martabasiga olib boradigan birinchi eshik bu eshitishlik, tinglashlik. Ilm majlisiga bor, o'tirib darsni tingla, eshit. Ana shu suhbatlar orqali Allohni taniysan. Allohni senga bo'lgan fazli marhamatini, karamini bilib olasan. Allohni taniganing sari unga bo'lgan muhabbating ziyoda bo'ladi. Taqvoing ziyoda bo'ladi. Taqvoing ziyoda bo'lgani sari saodatni his qilasan. Bir biznesmen odam umrida bir katta bir kontraktni qo'lga kiritadi-da, ana shu kontrakt orqali behisob katta boylikka erishadi. Va ana shu bitta kontraktni qo'lga kiritishi natijasida o'zini bolalarini ham kelajagini ta'minlab qo'yadi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar mo'min ilm majlislariga borib, Alloh taoloning bittagina ilhomiga ega bo'lib qolsa, ana shu ilhom uni ikki dunyosini obod bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Ilm majlisiga kelamiz, 5 yil, 10 yil, 20 yil, ana shu darslarni bittasida qalbimizga Alloh taolo bir ilhomni berib qo'ysa, shu ilhom nima qiladi bizni? Saodatli qiladi. Ehtimol 10 ta darsda kelmas u ilhom. Ehtimol 50-chi, 100-chi darsda kelar. Lekin ana shu ilhomni olganingizdan keyin sizni hayotingiz tamomiy xayriyatda bo'ladi. Shuning uchun darslarga qatnaymiz, turli mavzularda suhbatlar bo'ladi, davomiy qatnaymiz. Ana shu darslardan bittasida qalbimizga Alloh taolo shu narsani tushirib qo'yadi. Shuning uchun ilm majlislaridan uzilib qolmaslik kerak. Al-vajd martabasiga olib boradigan birinchi eshik tinglash, eshitish. Inson hayotda gohida bir mehnat mashaqqatga qoladi. Problema orqasidan problema, yetishmovchilik, baraka yo'q, oilaviy muammolar, siqilib ketadi inson. Nima qilishini bilmay qoladi. Tuganmikin bu kunlar deydi. Yengillik bormi deydi. Nimaga ishonishini, kimga suyanishini bilmay karaxt bo'lib qoladi. O'zi aslida Alloh taolo shu bandani shu musibatlar bilan sinab, balolab o'ziga chaqiryapti. O'zi bu musibatlarning kelishiga sabab bu banda Allohdan uzoq bo'lib qolgan edi.
U musibatlar uni Alloh tomonga olib kelish kerak edi. Misol, bir ayol qishki kunida o'zini 7 ga kirgan bolasini urib, kaltaklab uydan haydab chiqardi. Qish, sovuq. 7 yashar bola qayoqqa boradi? U yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, sovuqda o'tirib yig'laydi. 3-4 soat adavini yegandan keyin sovuq, qorni och, u yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, kechkiryapti. Qayga keladi yana? Kelib eshikni qoqdi. Onasi eshikni ochdi. Bola aytayapti: "Onajon, qayoqqa boraman?" deyapti. "Sizdan boshqa kimim bor?" deyapti. Agar siz qabul qilmasangiz kim qabul qiladi? Siz kirgizmasangiz kim kirgizadi? Ona bolasidan shuni kutyapti. Nimaga chiqardi? Onasi bolasini bag'riga bosib aytadiki, "Bolam" deydi, "O'zing majbur qilding-da meni shunaqa haydab chiqarishga" deydi. Ya'ni o'zing shu narsani mendan so'rab olding-da. Agar itoatsizlik qilmaganingda haydab chiqaramidim dedi. Endi tushundingizmi? Endi tushundingizmi nima uchun muammolar tugamayapti? O'sha Allohdan uzoq bo'lib, osiylik qilishni boshlaganingizda musibatlarni beradi, o'ziga qaytarishligi uchun. Endi tushundingizmi? Nima uchun bu mashaqqatli kunlar keladi? Alloh, birodarlar, siz bilan bizga mehribon. Ota-onamizdan ko'ra mehribonroq. Siz itoatsizlik qiluvdingiz, Alloh taolo nima qildi? Ustingizga shunaqa kunlarni berib qo'ydi. Shuning uchun tavba qiling. Robbim, sendan boshqa kimim bor? Kimga suyanaman, kimga ishonaman, tavba qildim deb turib, Allohning hukmiga qayting, muammolaringiz hal bo'lganini ko'ravering. Mana shu haqiqatni tushunish uchun ham ilm majlisiga kelish kerak-da. To'g'rimi? Shuning uchun ilm majlisidan o'zimizni behojat bilmasligimiz kerak. Ilm majlisiga kelganlar Allohning mehmonlari. Allohning uyiga, masjidga kelib ibodat qilayotganlar, ilm majlisiga kelib ilm o'qiyotganlar Allohning mehmonlari. Alloh qanchalar saxovatli zot ekanligini biz tasavvur ham qila olmaymiz. O'zi odatda mezbon mehmonni ikrom qiladimi? Siz ilm majlisiga borgan paytingizda hayot degan, vaqt degan ne'matni, shukrini ado qilgan bo'lasiz. Vaqtingizni zakotini bergan bo'lasiz. Mana shu paytda Alloh taolo sizni va oilangizni hojatida o'zi turadi. Agar inson o'zini mana shu qimmatli vaqtidan ilm majlisiga ajratmaydigan bo'lsa, diqqat. Agar inson o'zini mana shu qimmat vaqtidan bir qismini ilmga ajratmaydigan bo'lsa, Alloh bunaqa bandani vaqtini 5 dan 4 qismini befoyda narsalarga sarflatib yuborishi mumkin. Mataris darsxonasi bor. Bugun asrda darsga borish kerak. Aytadiki, motorni yig'ishim kerak, ulgumadim, ertamanga tayyorlab berishim kerak. Deydida 1 soatlik vaqtini qizg'anib darsga bormaydi. Haqiqatan dars uchun ajratilgan vaqtini ishiga buradi. Natija qanaqa bo'ladi? Natija qanaqa bo'ladi? Motorda chashdi, yig'di, hamma yo'lni qilib, "Em yoqaman" deganda qarasa, bir narsasi qolib ketib qo'ymagan. Endi sotishga yana bir 5 soat ketadi, yig'ishga yana bir 5 soat ketadi, uyqu ham ketdi. 1 soatlik vaqtini darsdan qizg'anuvdi, 8 soat, 10 soat, 15 soat vaqti ketdi. Demak, kishi o'zini qimmat vaqtini ilmga sarflaydi. Alloh taolo uni va oilasini xizmatida o'zi qoyim bo'ladi. Agar banda ilm majlisidan vaqtini qizg'anadigan bo'lsa, juda katta bir ehtimol bilan 5 dan 4 qismini vaqtini bema'ni narsalarga nima qildirib qo'yadi? Sarf qildirib qo'yadi. Demak, al-vajd martabasiga olib boradigan birinchi eshik eshitish, tinglash. Ikkinchi eshigi ko'rish, fikr qilish. Rosa chanqab turibsiz, muzdek bir stakan suvni oldingiz. Qarab aqlingiz uchadi, chiroyiga, go'zalligiga. Jajjigina nabirangizni olib yuziga qarab turibsiz. Qoyil qolasiz chiroyiga, beg'uborligiga. Osmonni ko'rdingiz, tiniqligini. Bulutni ko'rdingiz, oy quyoshni ko'rdingiz, kunni, tunni ko'rdingiz, yomg'ir shamolni ko'rdingiz, daraxtlarni ko'rdingiz.
Agar aqlli, xushli inson bo'ladigan bo'lsangiz, fikr qilishingiz kerak. Fikr qilmadingizmi, demak g'ofilsiz. Ana shu al-vajd martabasiga yetish uchun, saodatli shuurlarni his qilish uchun eshitish kerak, ko'rish kerak, tafakkur qilish kerak. Astagfiru billah. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Qarang, Alloh taolo insonni ko'zi emas, qalbi ko'r bo'lib qolishigini aytayapti. Mo'jiza ko'rsatmagan. Nima bor mo'jiza bo'lmagan? Kunni chiqib botayotganligi mo'jiza emasmi? Uxlab ertaman uyg'onayotganing mo'jiza emasmi? Manda o'lik urug'ni yeriga eksang 700 ta bo'lib ko'payayotganligi mo'jiza emasmi? Mo'jiza bo'lmagan nima bor hayotda? Sen hozir mosh qilib yeyotgan olmani yeyishdan oldin qaraginda. Figurasini qara. Vaznini qara. Rangini qara. Hiydab ko'r birar marta. Vosh deb yeb ko'rmasdan. O'sha olma o'zi mo'jiza o'ylab ko'rganda qayerdan chiqdi? Hozir o'lik turgan daraxtdan chiqdi shu. Daraxtni bakini chiqishligi mo'jiza emasmi? Bodam gullabdi, o'rik gullabdi, qarang gulini. Alloh aytadi, axir ular yer yuzida sayr qilib aylanishmaydimi? Shunda ular uchun dono dillar, tinglaydigan quloqlar bo'lar edi. Zero ko'zlar ko'r bo'lmas, balki ko'kraklardagi ko'ngillar ko'r bo'lur. Ana shu daraxtni ko'rib turib subhanalloh deb turib qalbingiz bir yashnab ketmayaptimi? Keng okeanga, dengizga chiqib turib subhanalloh deya olmayapsizmi? Demak, sizni ko'zingiz emas, qalbingiz ko'r ekan. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Robbimiz aytadi, axir ular Qur'on haqida fikr yuritishmaydimi? Balki dillarida quluflari bordir. Qur'on 1400 yildan beri bitta harfi o'zgarmasdan kelishligi. 14 asrdan beri dinimizning dushmanlari Qur'onni yo'q qilishga harakat qilib hech narsani qila olmayotganligi bizni lol qoldirish kerak emasmi? Shuni o'zi o'ylab ko'rsangiz, aqlingiz lol qolmaydimi? Astagfirullah. Avalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallohu as-samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Axir ular o'zlaricha Alloh osmonlar va yerni hamda ular orasidagi bor narsani faqat haq qonun va belgilangan muddat bilan yaratganini tafakkur qilib ko'rishmaydimi? Dar haqiqat bu odamlardan ko'pchilik qayta tirilib Parvardigorlarga ro'bara bo'lishni inkor qiluvchidirlar. Ana Alloh taolo fikr qilishga buyuryapti. Haqni tingla, Allohning oyatlariga, mo'jizalariga nazar sol. Allohning kitobi haqida tafakkur qil. Mana shu yo'l orqali Allohni taniysan. Mana shu yo'l orqali al-vajd, saodat shuurlarini his qilasan. Agar Allohga muhabbatli bo'lsang, hamma narsaga ega bo'lsan. Mana odamlarning 99.9% ko'chada bola chaqa, tirikchilik deb yuribdi. Bizni ko'chada harakatga keltirayotgan narsani asosi shu bo'lib qolgan. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda shunday deydi. Man shaghalahu zikri am mas'alati a'taytuhu fawqa ma uti as-sa'ilin. Kimni mening zikrim mendan hojatini so'rashlikdan mashg'ul qilsa, ya'ni bir banda Allohning zikri bilan shu darajada band, doim zikr aytib yuradiki, so'raydigan narsasi esdan chiqib qoladi. Kimni mening zikrim mendan hojatini so'rashlikdan mashg'ul qilsa, men u bandaga so'rovchilarga berganimdan ko'ra kattaroq, yaxshiroq narsani ato qilaman. Mana shu hadis qudusiyni eshitganingda qalbing titrab ketadi. Qalbingda bir saodat hislari junbushga keladi. Keyin aytasan: "Ey Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi?
Seni tanigan, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Endi seni tanamagan banda nimani topibdi? Arab o'lkalaridan birida bir muallima ayol o'zini shahridan bir boshqa shaharga komandirovkaga boradigan bo'ldi, matematika o'qituvchisi. Bu ayol ochiq-sochiq, din-diyonat bilan ishi yo'q. Yangi maktabga kelsa, o'zini sohasi matematikadan dars berishmadi-da, tafsirdan dars beradigan o'qituvchi yo'q bo'lib qolib, tafsirdan dars berasiz dedi. Din-diyonat bilan ishi yo'q ochiq-sochiq ayol tafsirdan dars berish kerak. Endi uni mutaxassisligi emas, nima qiladi? Majbur. Tafsir kitobini oladi, o'sha o'quvchilar kelgan temani topib o'qiydi, izlanadi. Oyatlar hijob haqidagi oyatlar edi. Allohning xohishini qarang-da. Alloh shu ayolni hijobga kirishini xohlagan ekan, o'sha shaharga komandirovkaga jo'nattirdi. Matematikadan emas, diniy ta'limdan, tafsirdan dars berishga majbur qilib qo'ydi. Ana shu ayol tafsirni oldi. Hijob haqidagi oyatlarni o'qidi, qalbi ochildi, ta'sirlandi, shu bilan hijobga kirib oldi. Ha, shunaqa. Agar Alloh xolasa, bitta maqola sabab bo'lib qoladi sizni haqqa yurishingizga. Bitta ma'ruza sabab bo'lib qoladi hidoyat topishingizga. O'qiysiz, eshitasiz, fikr qilasiz, natijaga erishasiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.